Bugun men bilan Xitoydan kelgan narsalarni birga raspakovka qilamiz. Sheindan va Temudan narsa zakaz qilganman va hozir birinchi Temudagisini ochib ko'ramiz. Birinchi bo'lib Temuda faqat kiyim zakaz qilganman adashmasam. Birinchi bo'lib mana bunaqa futbolka. Oddiy basic qora futbolka. Kiyib ko'ramiz. Вроде yomon emas. Bunaqa oddiy oversize futbolka. Keyingisi yubочка. Bunaqa oddiy yubka zakaz qildim. Mana shunaqa ko'rinishda. Hozirgi, конечно, futbolka bilan uncha yarashmadi-yu, lekin styling qilsa menimcha yomon bo'lmaydi. Ichidan shortika bo'lgani uchun qizlar bemalol qo'rqmay bezapasni kiyib yursa bo'ladi. Keyingisiga o'tamiz. Keyin mana bunaqa ishton bilan bu nima ekan? Oddiy futbolkami? Yana futbolka zakaz qilganmanmi? Bu oddiy futbolka emas. Mana bunaqa joyi razrezli futbolka. Kiyib ko'ramiz. O'zi ikkita kiyimni birga kiyib srazu ko'rsatay deb aytdim, lekin yubka bilan вроде yomon turmadi. Nima deb o'ylaysizlar? Вроде yomon emas, menga yoqdi. Ishton prям meni rostimga idealni tushgan. Qarasanglar, prям конечно, bu ikkalasini birga kiymayman-u. Lekin why not? Boshqalar kiymasa men ham kiymayman degan emas u. Nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Atak shirin turibdi. Menga yoqdi. Bu ishtonni men просто deyilga oldim. Yana buni mana bunaqa qilib qisib olsa bo'ladi. Uy. Bunday qilib qisib olsa ham bo'ladi. Kачествоsi menga juda ham yoqdi, chunki bu hamma olgan narsalarim, ishton ham, bu ham, futbolka ham xlopokdan qilingan, paxtadan qilingan 100%. Faqat yubkamni esimda yo'q. Paxtamidi yoki polistermidi, точно esimda yo'q. Menga eng yoqqani bularning ichida hozir mana shu ikkalasi bo'ldi. Futbolka bu oddiy futbolka, okey. Yubka так себе, конечно. Shu bilan Temudagi olgan narsalarim tugadi. Keyingi videoda Sheindan olgan narsalarimni ko'rsataman. Ko'rganingiz uchun rahmat. Bye.